Toshkent viloyati Bekobod shahridagi 12-maktabning 11-sinf o'quvchisi bir necha o'smirlar tomonidan kaltaklanib pichoqlanishi oqibatida vafot etdi. Voqea 5-mart kuni sodir bo'lgan. Marhum o'quvchining yaqinlariga ko'ra, bolalar o'zaro nizolashgandan keyin boshqa maktab o'quvchilari 5 kishi bo'lib 12-maktabga kelishgan. Ularning 3 nafari shahardagi 3-maktabning, 2 nafari esa texnikum o'quvchilari bo'lgan. Guvohlarga ko'ra, bu o'smirlar Nexia avtomobilida bo'lishgan. Shu chaqirgandan keyin Jafarbek chiqqan, orqasidan bitta o'rtog'i ham chiqqan edi. Abdulloh degan bola chiqqan. U bola aytayapti, yig'lab aytib beryapti. Men dedi shuncha harakat qildim, lekin iloj qila olmadim. Men ularga kuchim yetmadi. Ularda qo'lida pichoq bo'lgan, katta pichoq bo'lgan. 5 kishiga ham bas keladigan yigit edi. Shu qattiq bir narsa bilan boshiga urgandan keyin, u o'zini yo'qotgandan keyin hammasi tashlanib, quloqlarini, mashtlari ham ko'karayotdi-da. Orqalari ezilayotdi. Keyin pichoq bilan yurak sohasiga urgan. Bolam hushidan ketgan. Mashin bilan ham turtgan deyishyapti. Chunki bu kamerada ham olingan. Qora mashinada bitta aka kelib, shu mashinga o'tkazib, o'sha paytda o'sha xirillash bo'lgan unda. O'sha jon talvasasida bo'lgan. Bansaga yetib borishi bilan stolga olayotganda, ama stolda bo'lganmi, o'sha joni uzilgan bo'lgan. Bu mamlakatda, bu Bekobodda haqiqat yo'q. Go'dagim uchun. Meni holimdan hol-ahvol so'rashdi o'rniga hammasi prokuraturada bolalarni oldidan chiqish bilan ovora. Mayli bizdan qo'rqishar ekan. Bironta bir ikkita odamni yoniga olib kelib uzr so'rashmadi birontasi. Ular musulmonning bolasi emas. Hozir endi bittasini bo'yniga qo'yib, qolganlarini chiqaradi bular. Men ishonmayman bular jazo olishiga. Hodisa maktab yaqinida sodir bo'lgan. Marhum o'quvchi o'qigan 12-maktab rahbariga ko'ra, fojia darsdan keyin yuz bergan, ammo marhumning onasi bu haqida unga tushgacha xabar berishganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura axborot xizmatining xabar berishicha, ushbu qotillik ishi bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida jami 5 nafar gumonlanuvchi voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Kun.uz voqealar rivojini kuzatib va yoritib boradi.